Dostlar, yaxshimsizlar? Men Maksir G'izalik chaqasining direktori Dilmuratjon Ablatdan hammanglarga o'tliq salom. Men mush munosabat bilan Qashqar qadimiy shahar madaniyat tarixi shirkatining bundan keyin texmo nadir bo'lgan kulkilarni ishlab, keng xalq ommaga sunishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Shuning bilan birga Maksir G'izalik chaqasining bundan keyin taraqqiyotini kundan-kunga ro'naq tepib, texmo gullanishga tilakdoshman. Rahmat. Ona Qozon muzikalik hamırık bolikxonasi balalarning shartli dunyosidir. Ona Qozon muzikalik hamırık bolikxonasi Ona Qozon balalar o'yinchiq shaharchasiga joylashgan bo'lib, muzikalik hamırık bolikxonamizda har haftaning shanba kunlari naqsh muzika o'rindash, har xil balalar o'yin o'ynash, balalarning zehnini ochadigan har xil faoliyatlar ilib beriladi. Balalar va ota-onalar birlikda majlislik hamırık bolikxonalari, yemek ichmaklari, balalar o'yinchiqlaridan hozirlanib, balalarning o'rganishlik Alimcan da yazgıç balı vardı, bir hafta oldu Kore'nde de yoklar çıkmaydı mı ölçüde? Yazgıç Alimcan bıraktı ki o. İşte şimdi yoklar çıkan da. Meyle. Ne masa baba? Cesur işçimlikine bakalım da güzel. Mahmut'u yavruda. Seni vermeyelim ha işçide yapalım. Alimcan o. Böyle bağlı da. Ha? Oy! Bakın. Oy, kimse. Gelsin. Evet işte ulan. Yezikçilikle şug'ullanyaptilar. Ha, aka, bizning kasbimiz shu bo'lganligini nima qilamiz? Hikoya yozyaptilar, she'r yozyaptilar. Bizdan maqola bor aka. Ha. Shuning ilhomim kelma, o'tag'an tembeshim ketib. Bu yezikçilik işi de haftan ilham kemizi bakar işçime. Bana afkem sizning ilhamlar kemiz müşni işçipesinde manilip keldik. Nima ekan bu? Bu cesur işçimlikka aslan. Kirgizib kelsa. Tetib baksa afkem cesur işçimlik degan şu. İlhamlar kelmeganda ilham keltiradigan şu mana. Yaxshi ekan ama ishchimlik. Yaxshi o'qishda ata-aytin silinde bilip keldik ukan. Bu da shunda ilhamlar kelmeganda cesur işçimlikni işçipesi toza keladi ilham. Ma'qul. Aras bu xil uzun bo'lib qoldi bu gizishondalik faqat siz yozgan asarlar ko'rmaymiz yafka. Bu gizitxondikilim qiziq ekan deyman. Ha. Bu yozda asar yozib emasam, qishda chiqarayotgan. Bu qishda asar yozib emasam, yozda chiqarayotgan. Bu nima qilganda ham gizitxondikilniki? Gizitxondikilim nima qilgani vaqtga. Yozning g'imini qishda, qishning g'imini yozda qilayotganda. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men manga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq. Yo'lliq kimdir? Direktor, Afka. nima kasb bo'libdi? Amana keldi. Boshqa gap so'z yo'q-da. Bu oqshom nat ekmek pishirishni ko'ribman qaysi. Yaxshi. Qanday Ahmet chiqariblar? Bu oqshom
Adam kimizga o'tirib, o'yishlariga chiqib shaqatdan qo'ysan. Ha. Voy bu tushbek yaxshi tushga emas buka. Lekin sizlar bu ishni chata qilib emasmisizlar? Qaysi shundaylar? Bu ota aytib Oyshaga chiqqandan bir qo'yashni bir cho'gilib deb tushiraman-da. Askınıza bir kızlık iştim siz oldu qaysi kun. Nima ish oldi aka? Va bizning ma'ldikilikqa sodiga bayni biladigan. Bilaman. Nayt küllemchi bir bay emas ma bu. Undalik qilib boqmaymiz sirtdan kelmaydi desa sodigachilik bilan. Shu kuni uzun safarda yinib kelib ma'ldimi bilan chiqib qoldi bu boy. Qasım. Oy gidelim Safarda hazır kelishlar bor. Qaytib keldim. Ish gaplar bizga. Qasım, Ha? men safarga chiqib ketgandan yog'zi uyda yot dedimni qonab qolmaganda. Sizlar oyda bor. Ha? Qonab qoldi begim. Nima? Juma? Ikkiz koy bamsib depamay begim va buna. Ara erishdim bu chiqa. Ve to'xtiya. Allah nima pulni? Zat chim qonab qoldi. Naqasa? O'lishga kecha sizlar qaydonlar kelib sizlar oyib yaxshab qonab qoldi. Şinjan Hamkar Avtomobil Mülazimet Çektik şirketi maşinaga ehtiyojli har millat xaridorlarning arzusini ko'zda tutib, faqat kimligingizni elib kelib o'zingiz xohlagan avtomobilni bank qarzi orqali muddatga bilib to'lashlarni yo'l qo'ydi. Bundan boshqa shirkatimizning setib chiqargandan keyingi turli mulozimatlardan bahramand bo'la olasiz. Esingizda bo'lsin, siz orzu qilgan avtomobillar Hamkarda. Manzil Qashqar shahar Ko'ylin yo'li xalqaro avtomobil shaharchisi Sebina 2-qavat 12-ishxona. Aloqa qilishish telefoni 138 99 19 54 56. Nabijon? Hadi Nakla? da. Ögüzdeki bijlasini bir pastga o'tishib, jaha-jaha juqtirayotganmi yapala? Dedi. O şortumuz qanday tushunmayapsiz bundan. Yerga qo'ygansan. Bana ilk Qasım Kağan'ı oy çıksan soğuk diyordu bana içeri. Voy beranlardan. Vay berdi bana. Nima qilamiz chiqib qolay. Asbacım go. Afgan. Şulaqman çıktığıma kep kaplı ko. Ha, öksüdüğüm biznes varken dadam bir şortunu berip dursun depti. Allah. Bu bizim oyda faqat chiqadiğini var, şu atdan tushadiğini yo'q deb, Afgan dadırıq deb qo'ysa, boshqa odamdan so'rab baqsan.